Do'stlar, mana bu ertaknamo bog'chani ko'ryapsizlarmi? Taniganlar bormi? Ertaklarga tushib qolgandek bo'lsa, qarang, qasrga o'xshaydi. Lekin mavzuyimiz bog'cha haqida emas, xuddi mana shu yerda joylashgan zo'r uy haqida. Qarang, Kalinskiy massivga kelganmiz. Malenkiy strana bog'chani hamma biladi. Xuddi shuni ro'parasida bu yerda 5 qavatli yangi qurilgan uylar bor. Birinchi qavatdan sizga dupleks variantda zo'r kvartira topib qo'ydim. Lokatsiyani ko'ryapsiz, katta yo'lda bo'yidan atigi 50 metr masofada mashina qo'yishga joylari mavjud. Xullas, bu yerlardan o'zi juda ham kam sotuvga chiqadi, lekin chiqqanda ham zo'ri chiqdi. Videoni oxirigacha ko'ring. Lokatsiyani ko'rdingiz, domni ko'rdingiz. Haqiqatda zo'r. Endi uyni ichini ko'rib chiqamiz. Qarang, tashqaridan kirish qismi birinchi qavatdamiz. Shundagina kiraverishingizga. Xo'p, kirishimizda mana shunday katta keng hol, patologlari balandligini ko'rishingiz mumkin. Oqsuvoq holatda. Kirishimizda qarang, bu tarafdan boshlasak, birinchi bu tomonda kattagina oshxonasi, gazlashgan dom. Bu yerda endi anchadan beri mana shunaqa holatda turibdi, ya'ni foydalanishmayapti ekan. Endi mana foydalanmoqchi bo'lgan odamga bemalol sotishmoqchi. Xullas, birinchi xonasi bu yer, romlari bor va tashqi tarafdan temir panjaralar bilan o'ralgan. Bu yerda umumiy sanuzel, bu birinchi qavatdagi, ya'ni kattagina. Bu tomonda bolalar xonasi uchun foydalansangiz bo'ladi, bitta kichikroq xona va bu yerda bitta kattaroq xona ko'rishingiz mumkin. Tepada 3 ta xona, oshxona va sanuzel bo'ldi. Tepa 80, past 80 kvadratdan ikkita oilalar uchun juda ham zo'r variant yoki katta oilalar uchun o'zingiz xohlagandek qilib bitirib maza qilib yashasangiz bo'laveradigan. Endi pastga ko'rib chiqamiz. Pastga ham e'tibor bersangiz, patologlari balandgina, ya'ni tor emas, bemalol ikkita oila yashasa bo'laveradigan. Mana shunday keng hol, bu yerda ham alohida sanuzelga joy mavjud, sanuzel va bu yerda ikkita katta xonasi joylashgan. Ya'ni как skvoznoy holatda uy. Va e'tibor berasiz, ikkitadan tashqi romlari mavjud, hali yorug'lik tushmaydi degan narsa yo'q, yorug'lik tushib turadi. Bu tomonni ham ko'rsatamiz. Ikkinchi katta xonasi ko'rishingiz mumkin. Ikkita katta xona, bitta sanuzel umumiy va kattagina hol qismlari bo'lyapti. Tepada 3 ta, pastda 2 ta xona, общий 5 xonali 160 kvadrat maydonga ega ushbu yangi qurilgan uyda mana shunday korobka holatdagi kvartira aynan siz uchun mos variant bo'lishi mumkin, agar shunaqa xohlayotganlar uchun. Narxi esa egalar tomonidan zo'r narxda, ya'ni 45 ming dollarga baholanyapti. Albatta kam bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ulgurib qoling, bu ham tezda sotiladigan variantlardan biri. Kvadratiga bo'lib ko'rsangiz ham bu yerda bunaqa narxlar qolmagan. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarni ulashib boramiz.